Cobalt ham olish kerak bo'lgan teshiklarni 1 minut ichida sanab beraman. E'tibor qilib eshitib turinglar, sizlarga kerak bo'ladi. Tak, birinchisi orqa tomon oyoqdagi rezinka, ikkita rezinka, ikkita tormoznoy trosning atrofidagi teshiklar, orqa sidinaning tagidagi 3 dona teshik, ikkita krilodan kabel chiqib ketgan rezinkali o'shalarning atrof teshiklari, orqa bagajnikda zapaskani tagida 4 ta dona teshigi, keyin kriloni tagidan kabel chiqqan joyini orqa tomoni, paro qismidagi 3 ta dona teshigi va mana bu yerga обязательно e'tibor qilinglar. Mana shu yerda dumaloqqina metallni ulangan joyi bo'ladi. Mana shu teshik. Va esdan chiqarmaysizlar, teshiklarda hammasini atrofini xuddi mana shunaqa germetika, zavodskiy graviteksini tozalab olib turib, keyin buni atrofini germetika bilan suvchilarni maslahat beraman. Germetika aynan mana shu germetikdan foydalansanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu germetikning yutuqli tomoni suyuq xohlagan teshikka kirib boradi. Bundan tashqari, oldi qanotda joylashgan, tak, mana shu yerda mana hozir rezinkaga o'xshab turibdi. Mana shu yerda quyilmagan bo'ladi. Bunga hozir quyilgan ekan, mana shu bitta, bu yoq tomoni mana. Bu yoq tomoni chala quyilgan, ana shu burchak ochiq. Mana shu joyda ham esinglar. Undan tashqari oldi sidinani oldi tomon oyoqning tagida bu tomonda 3 ta, narigi tomonda 3 ta teshigi bo'ladi, probka teshigi. Menimcha hammasini 1 minut ichida sanab berdim deb o'ylayman.